bolalar oromgohi bolajonlarni qabul qilishni boshladi va oromgohdagi sharoitlar kutganimizdan ham a'lo. Xalq ta'lim bo'limiga qarashli Xumor bolalar oromgohida yangi mavsumga o'quvchilarni qabul qilish marosimi boshlandi. Mana qariyb 100 o'quvchiga mo'ljallangan stol tutunlar hamda barcha oziq-ovqat mahsulotlari zaxirasi yaratilgan. O'quvchilarga bir kunda 4 mahal issiq ovqat bilan ta'minlanadi. Albatta, o'quvchilarga xos toza, ekologik toza mahsulotlardan ovqatlar tayyorlanadi, mevalar beriladi. O'quvchilar barchasi xursand kayfiyatda qaytadi degan umiddamiz.